Zapisda o'qib qo'ydim. Demak, ishlashni boshlaymiz. E'tibor berib qaraymiz. Birinchisida 6 ta minglik degan, ya'ni birinchisida 6 ta minglik, mana 5 ta yuzlik degan, 5 ta yuzlik va 7 ta o'nlik, 7 ta o'nlik dan tuzilgan natural son toping. Qo'shib qo'ysak 6570 degan songa erishamiz. 6570 D javobda turibdi. Ikkinchi misolga o'taman. 2 da modul degan doim o'zidan misbot son chiqaradi degan. Misol uchun modulda A son turgan bo'lsa, bu o'zidan A deb chiqarib beradi. Ya'ni mana bu yerda modulda -5 turgan bo'lsa, moduldan tashqarisiga bu 5 degan sonni chiqaradi. Chunki modul doim o'zidan plyus son chiqaradi. Shunga o'sha qoida bo'yicha misolni ishlashni ketma-ket davom ettirib ketamiz. Ya'ni modul nima desa, doim o'zidan misbot son chiqaradi deb javob bersangiz, shuni o'zi yetarli. Endi ikkinchi misolni ishlashni boshlaymiz. Qarang. Ikkinchi misolda modulda -15 bor ekan. Hop, plyus modulda -10 bor ekan. Hop, minus modulda -3 karra ko'paytirilgan -5. Hammasi общий modulda yopilgan. Endi modul o'zidan misbot son chiqaradi dedik. Birinchisi 15 chiqaradi, plyus keyingisi 10 chiqaradi, minus modulda ichida 3 karra 5 bo'lib qoladi. Buni qiymati 15 ga teng. Bu 15 bilan ketsa, oldidagi mana bu minusning hisobiga ketyapti. Natija 10 qoladi. 10 esa B javobda turibdi. Hop, birinchi, ikkinchi savol bo'yicha savollar bormi? Feruza, Aziza. Chalasi ham shunday menda ham. Yaxshi, davom ettiryapmiz. Uchinchisidamiz. Uchinchisida 4,9 ga 6,6 ni qo'shib yuborsak, necha degan son bo'ladi? 11,5 degan son hosil bo'lar ekan. 11,5 ni 1,4 ga ko'paytirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yog'i oddiy. Necha chiqdi sizlarda? 16,1. Menda ham 16,1. Yaxshi. Demak, 16,1 degan natija bo'ladi. Bu oddiy ko'paytirish, bilasizlar buni. 4-siga o'tdik. 27 ta vodoprovod jamg'argan yasash uchun shuncha mis kerak bo'ldi. 16 kg mis nechta yasash mumkin? Yaxshi. 7,56 kg-dan 27 ta yasash mumkin ekan. Endi 19,6 dan nechta yasash mumkin deb turib savol berib qo'ygan. Oddiygina bu nima? Proporsiya qilib ishlaymiz. Bizda Gamtel usulimiz bor-ku. Eslab qolganimizda o'sha usulda ishlab ketsangizlar ham bo'ladi. Ya'ni 19,6 ko'paytirilgan 27 teng 7,56 ko'paytirilgan x qilib ishlaysiz. Hop, qisqarib ketadigan sonlar bormi? Qaysilari qisqarib ketadi? Qaysilari qisqarib ketadi? Hop, chap tarafdan ko'paytirib hisoblaydigan bo'lsangiz, 529,2 degan son chiqadi. Adashmasam, bu tarafda 7,56 ko'paytirilgan x. Mana buni tagiga olib o'tib bo'ladigan bo'lsangiz, x ning qiymati 70 degan son chiqadi. Hop, 70 degan javob A javobda turibdi. Xuddi shunaqa ishlanganmi? 3-chi va 4-chilar. Aziza, Feruza. Shunday ustoz, qaysi bir qisqa Nima deysiz? qaysi biri qisqaraydi? Qaysi biri qisqarar edi? Shunday. Hop, bo'lib qo'ysangiz qisqaradi, o'zi bo'lib ko'rasiz yoki ko'paytirib bo'lib ko'rsangiz ham natija bir xil chiqaveradi. Qisqaradiganini topasiz. Hop, agar qisqartirishga bittada g'oya kelmaydigan bo'lsa, boyagi chap tarafini ko'paytirib, o'ng tarafga bo'lib olsangiz ham bo'laveradi. Baribir natija bir xil olib keladi. Qisqaradiganini topib vaqt sarflagandan ko'ra. Hop, 5-sidamiz. 5-chi savolga e'tibor beramiz. Y minus 30 kar 120 ga teng. Tenglik. Keyingisida 4440 ni bo'lishimiz kerak ekan. Nechiga? 40 ga. Bo'lib to'g'ridan to'g'ri yozadigan bo'lsak, 111 chiqadi. Y tenglik. Mana buni o'ng tarafga o'tkazib olsangiz, 111 plus 120, ya'ni qo'shib olishingiz kerak. Qo'shib olsangiz 1 3 2 231 degan son javobda turibdi. Hop, 5-chi tushunarli? Tushunarli, menda ham shu javob.
6 ga o'tamiz. Zig'ir urug'ining massasi bo'yicha 3/10 qismi yog'i bor. 20 tonna zig'ir urug'ida qancha yog' chiqadi? Qarang. 20 tonna zig'ir bor. 20 tonna. O'shaning 3dan 2 qismi yog' ekan. Ya'ni uzr, 10dan 3 qismi yog' ekan. Buni qisqartirib oladigan bo'lsak, 2 bo'lib qoladi. 2 kere 3 6 tonna. Endi 6 tonna javob bormi? To'g'ri bor ekan. 6 tonna. Shundaysa, savol ham bunga 5-6 dan. Yo'q, savol. Yo'q. Yaxshi, demak 5-6 gacha bir chiqqan bo'lsa bo'ldi. 7 ga o'tamiz. Qani 7-sidamiz. Ketma-ketlik qonuniyatini aniqlang va keyingi sonni toping. Qani yordam beringlarchi, nima qilamiz? Men shunga tushunmadim lekin. Xo'p, qolgan o'quvchilarimiz. Aziza, Feruza. Qanaqa ketma-ketlik sezdik shu joyda? Qani ketma-ketlik topaylikchi. 2 qo'shilib ketyaptimi shunda? 2 qo'shilib ketayotganga o'xshamayapti-yu hech qanaqa. Menimcha formulasi bordir. Qanaqa formulasi? Bilmadim, qiyinroq ekan. Xo'p, mayli. Qaytamiz oxirida. Balki ungacha meylang ishlab qoladi. 8damiz. 8-sida rasmda qalin nuqtalar bilan shaharning yil davomidagi oylik o'rtacha harorati belgilangan. Eng yuqori eng pastki haroratlar farqini toping degan. Eng yuqori harorat nechiga teng? Mana eng yuqorisi 24 bo'ladimi shu yerda? Taxminan. Chunki hammasi orasi 4 tadan ekanda. 24 desam, eng tepasi, eng kattasi nechiga teng? 24 ga teng. Eng kichkinasi nechiga teng desa, mana bu nuqta eng kichkinasi, ya'ni 4 ga teng. Eng kichigi 4 ga teng. Endi so'ragan narsasi eng haroratning farqini toping degan. Eng kattasidan eng kichkinasini ayirib tashlaydigan bo'lsak, natija 20 chiqar ekan. Bormi 20? D javobda turibdi. Hop, 8 da xuddi shunaqa shakl ishlaymiz. Men shunday. Yaxshi, 9 ga o'tdik. Rasmda tasvirlangan futbol maydoni o'lchamiga ko'ra uning yuzini toping. Yuzasini topishni bilamiz, ya'ni biron bir shaklda to'rtburchak yuzasini topish uchun tomonini eniga ko'paytirib qo'yish kerak. Tomoni bizda 90, eni 40. Ya'ni 90 kara 40 deb turib ko'paytirib qo'yish kerak bo'ladi. Natija 36, ya'ni 3600 metr kvadratga teng, lekin unaqa javob yo'q. Shunda qaysi javobni olamiz? 36 ardi. Malades. O'sha 36 ar bo'ladi. Yaxshi, 10-ga o'tyapmiz. Qani, unda yordam beraylikchi. Xulosa beringlar. kvadrat formulaga qo'yganman. Hozir. Qirrasi 6 sm kubni bo'yash kerak. Uning uchun quyidagi kattalikda yuzini bo'yash kerak bo'ladi. Yaxshi, buni o'tganmiz-a, oldin ko'rganmiz. Xo'p, qarang, qirrasi bo'lgan kub deganini bilasizlar. Endi kub idealni chizilmay qoldi. Mana. Kub shaklini bilasizlar. Ya'ni mana bu shaklda kubimiz mavjud. Endi kubning hamma tomonlari bir-biriga o'zaro tengmi? To'g'rimi? Hammasi bir-biriga teng. Hajmini topishim uchun a ning kubi deb chiqaman, lekin to'liq yuzasini topish uchun nima qilardik? Aziza, gapiring chiqani. To'liq yuzasi qanaqa topilardi? Xo'p, mayli, eslatamiz. Mana, eslatamiz, qarang. Hamma tomoni a ga teng. Bittasini yuzasi s tenglik a ko'paytirilgan a bo'ladi. Bu esa bizga a ning kvadratini beradi. Endi ko'paygan a ning kvadrati. Shunaqa, xuddi mana shundan bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta va oltita mavjud. Demak, to'liq yuzasi shunda bizda 6 ta a ning kvadratiga teng bo'lib qoladi. Demak, bizning a ning kvadrati a ni o'zi tayyor shaklda bergan. S to'liq yuzamiz 6 kara a ning kvadrati degani 6 ning kvadrati. Bu degani 6 kara 36, 216 degan natijani beradi. 216 bormi o'zi? C javobda turibdi ekan. Xo'p, tushunarlimi? Menda ham shunday.
Yaxshi. Shu javob. Nechta to'g'ri, nechta xato chiqdi? Menda hammasi to'g'ri, ikkitaga tushunmagandim turibdi. Nega tushunmadik? Xo'p. Azizadachi? 8 ta to'g'ri. Qaysi xato qilingan ekan? Birinchisi xato ekan. 657 ni belgilagan. Yo, 6000lik deyilgan. O'shaning uchun 6000 ni esdan chiqarmaslik kerak. Bitta bor bermabman. Yaxshi, mayli, keyingi safar to'g'rilab ishlaymiz. Qani g'oya beringlar 7ga? Nima g'oya berasizlar? Sizlar ham bir o'ylab ko'ringlarchi. Xo'p, zapisni o'chirib qo'yaman. 7 ni g'oyasini aytamiz, xo'pmi? Chunki vaqtimiz cho'zilib ketmasin.